Yozda mollar narxi chiqdimi? Yo'q. Chiqdi-ku, nima unday deysiz? Mollarimiz narxi chiqdi. Kecha Buxoro viloyatiga kirib kelgan mollarimiz narxlari chiqdi. Angus, Greenford, Mickey Mouse mollar. Kalshoq, shoxlik zo'rlardan. Живой veslari eng kichkinasi 300 kilodan 400-420 kilogacha mollarimiz bor. Bugungi chislo 23-iyun. Xo'sh. Mollarimiz narxiga keladigan bo'lsak, bitta like bosib qo'yinglar. Molga qiziqqan akalarga yuboringlar, narxlarni ham aytamiz. Mollarni bir tomosha qiling. Videoning oxirida narxlar bo'ladi doim. Xo'p, narxlarga keladigan bo'lsak, 300 kilodan 350 kilogacha bo'lgan 75 ming, 350 dan tepasi 70 ming so'm narxlarga chiqdi. Kecha kirib kelgan mollarimiz narxi shunaqa bo'ladi.